Tashlab o'tilgan sun'iy o'nkirdan boshlab tabiiy cho'ng azgalgacha, andin suv ostidagi cho'nqur o'nkirlargacha Sinchaq salon sizga yer sharidagi eng xatarli o'nkirlarni so'zlab berdi. Yer sharidagi 4 cho'ng eng xatarli o'nkir. Cho'ng ko'k o'nkir g'avvaslar qabristonligi deb ataldi. U Beliz tashqi dengizidagi cho'ng ko'k o'nkirga joylashgan. Diametri 304 metr, cho'nqurligi 122 metr. Ko'k o'nkirda so'g'ishing'ish ancha xatarlik bo'lmasligi mumkin. Ammo bu o'zguchi suv osti cho'ng azgili, suv ostidagi 55 metr keladigan joy nihoyat yuqori jon elish ehtimolligi bo'lib, bu yerda bir tog' jinslari toneli bu o'nkir bilan tashqi dengizni tutashtirib turdi. Suv shunchalik suzuk bo'lib, tonelning beshidagi nur bizga uni amaliyotdan xilil qisib ko'rsatdi. Tonel amaliyotda 26 metr uzunlikda bo'lib, ustiga ko'l sirtidagi dengiz to'xtamay ko'k o'nkirga yiqib kirayotgan bo'lg'achqa g'avvoslarning suratini astildi. Bu omillar sababli eng tajribali g'avvoslarmi jinidan ayrilib qoldi. Hozirgacha bu yerda o'lgan odam soni 130 dan 200 gacha ekan. 22 yoshli Ori foto apparatni olib, o'zini kontrol qila olmay yuqori tuvan tushish jarayonini suratga tortib olgan. Ko'rinishda alohsada bo'lib ketganligini his qilg'il bo'ldi. Hamda layl tush kuchini to'ldirmoqchi bo'ldi. Lekin u yer bak cho'nqur. Besim uning ostidan o'rlab chiqishi to'sqinlik qilgan. Uning jasadi ikkinchi kuni andin so'zib e'longan. Yer sharini burg'lab tekshirish turi Murmansk atrofida boshlangan. 20-asrning 70-yillarida Sovet ittifoqi olam qatnashida xeyli zo'r ilg'irlashlarni qo'lga keltirib qolmay, yer ostiga kirishdimi yaxshi natijalarga erishgan. Ular cho'nqurligi 12263 metr keladigan o'nkirni muvaffaqiyatli qo'lab chiqqan. Agar jumalangma cho'qqisini o'nkirning ichiga qo'ysak, uning cho'qqisi yana dengiz yuzidan 3000 metr pastdir. Lekin 1992-yili ular burg'ulashni to'xtatgan. Chunki yer osti temperaturasi 180 Selsiy gradusga yetgan bo'lib, bu olimlarning oldin mo'ljallanganidan ko'p issiq edi. Lekin burg'ulab tekshirishning hech qanday ahamiyati yo'q deyish bo'lmaydi. Tadqiqotchilar yer postining shikirsiga 13 kilometr keladigan joyda suv borligini, 24 xil yangi tipdagi tog' hujayralik jonliqning borligini bayqagan. Hamda 2 milliard 700 million yil ilgarki tog' jinslariga erishgan. Datlashib ketgan bu qapqoqning ostiga yo'shirong'ini dal ultur ovoz to'lqini orqali teshilgan to'shikdir. Agar siz bu o'nkirga tushib ketsangiz, ostiga yetib berish uchun taxminan 4 minut vaqt ketadi. Shu joyda kishilarning aytishicha, ular hatto kishilarning azobliq chirqirgan ovozlarini anglay olar ekan. Shunga u yer yana azobiy dengiz deb atalgan. Janubiy Afrikadagi Kimberley almos konimi cho'ng o'nkir hisoblandi. Aytishlar qaraganda u dunyodagi eng cho'nqur qo'l bilan qo'llangan o'nkir bo'lib, cho'nqurligi 213 metrdan eshib ketgan. Bu o'nkirni 50 ming quduq burg'ulashchisi Gurjak va Joto bilan qo'lab chiqqan. Lekin qazish jarayoni bir tragediya bo'lib, 8 ming yaqin odam doktorxonaga kirib, 1000 dan ortiq odam o'lgan. Uning ustiga ko'p sonli kanishchilar o'pka tuberkuloz qatorli kasalliklarni yuqtirib olgan. So'z cho'chaklarda aytilishicha, agar siz o'nkir eg'iz turib ko'ngil qo'yib anglasangiz, kanishchilarning yig'i ovozini anglay olasiz ekan. Kan qizish to'xtatilib, xeyli uzun vaqtdan keyin butkul kan rayoni bu rayondagi eng qarshilanadigan sayohat manzur nuqtasi bo'lib qolgan. Uning endi yana Bagligin muzeyi bor. Sharaf o'nkiri Mondeslo to'smasining kalkun tushirish yo'li bo'lib 1897-yilda bitgan. Uning roli Balonisa ko'lining suvurining to'smini besib, kalkun paydo qilib, kishilarning bexatarligiga ziyon yetkazishning oldini olishga kapolatlik qilishdan iborat. Suv o'rni o'rliganda bir varum qisman to'g'ri yo'l qo'yildi. Uning kengligi 22 metr, cho'nqurligi 213 metr bo'lib, har sekundda eng ko'p bo'lganda 1370 kub metr suvni sig'dira oladi. Uning ustiga suv o'rni to'smidan 5 metr egizib ketganda, andin to'shkidan teshib chiqadi. 2006-yili 5-oyda 41 yoshli bir o'rta yoshli odam mushkul suv uzayotganda, u suv uzuvchilarni zaximlanishdan saqlash uchun loyihalangan Laylin belgi siziqidan o'tgandan keyin o'zining qizil yo'lga so'rab ketilayotganligini bayqagan. Oxirida baxtga qarshi qazo qilgan. Bu sirliq o'nkirlarni ko'rib bo'lgandan keyin siz nimani o'yladingiz? Sizlarning atrofingizda mushundaq o'nkirlar bormi? Agar siz Sinchaq salonining videolarini yoqtirgan bo'lsangiz, bizni qo'shib olishni ham ostidagi yulduz belgisini besib qo'llab qo'yishni unutmang. Biz kelarki sonda ko'rishaylik. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchaq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib etilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchaq salonini qo'shib oling va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchaq.